Kelisda to'rt sotuvli 6 ta xona plus oshxona podvollari bilan remontlari tayyor yashashga xonadonni men sizlarga ko'rsataman hozir. Xo'p. Uchastkani ko'rasizlar, katta qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Bu havosi bilan juda ham ajralib turadi. Akfaromlar hamma narsani eng yaxshisidan foydalanilgan xonadonimizni zilzilaga bardosh beradigan. Xo'p, masalan 16 talik armatura ham bo'ladi desa 25 talik armatura tiqilgan. Mashina uchun katta joy. Bemalol 5 ta 6 ta mashinani tiqib olsanglar bo'ladi. Granitlari qilib qo'yilgan. Fasadlarini tiqib olsanglar bo'ladi. Oppoq olsanglar yonadi. Darvozani o'zi 4 metr ko'rib turganlaring. Xo'p, yo'lagimizda imina mana shu kiraverish tunuka bom bilan jihozlab beriladi. Reshotkalar qilib qo'yilgan hammasiga. Kiraverishda mana shunaqa yana bitta mashinaga bemalol joy bor. Kerak bo'lsa BYD chempion ham ketadi. Xo'p. Zallatagi podvol. Hozir zalni ham ko'rsataman, kirib ko'rasizlar. U kishi anaqada podvollargacha yaxshi sifatli akfadan, kafillardan foydalanib chiroyli qilib qo'yilgan, hamma agrajinalarni chiroyli qilib qo'yishgan ko'rib turganlaring fayzli hovli. Xo'p, bu yoq hovli bo'lsa, bu yoq tomondan ham narigi tarafdan ham kirish bor. Xo'p. Hovlini ko'rib turganlaring juda ham fayzli, zeloniy zonalari katta, kichkinagina emas. Xo'p, mana panorama oyna, birinchi qavat, ikkinchi qavat, balkondan alohida ko'rsataman. Xo'p, leksallar bitirib beriladi. Chiroyli qilib qo'yishgan, qaranglar, tapchi. Duogo'ylar bilan mazza qilib o'tiradigan joy. Hovlidagi yana bitta mehmonlar uchun sanuzel. Xo'p. Ko'rib turganlaring hamma shart-sharoiti bor. Agar misol aka-uka bo'ladigan bo'lsangiz ham kelib bemalol yashasangiz bo'ladi. Sahaslarda 2 ta oila bemalol yashaydi. 3 ta oila bo'lsangiz tiqilib qolmayman siz. Tashqarida mashinaga joy bor, undan tashqari ichkarida joy bor. Mana bu ham tayyor qilib ketishgan, qarang. Tegi mana shunaqa letniy kuxnyaligicha qoladi. Tepasiga yana bitta uy so'rarsanglar bo'ladi. Bemalol podvalat qiladi. Jigarlar, ichkarini ko'ramizmi? Ketdi. Video oxirida narxini aytaman. Xonadon shunaqangi mustahkam qurilganki, ichlariga alohida e'tibor berib, hamma xonani katta-katta qilib tashlashgan. Holni o'zini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham bemalol 14 ta, 18 talik stol stulni qo'yib, panorama oynadan oldi mehmon kutsanglar bo'ladi. Lekin hol degan nom bor, xuddi zaldek. Xo'p, bu yoqda bo'lsa zalimiz. Zalimizni ham kengini ko'rib turganlaringiz, chiroyli aboylardan foydalanib, hamma joyini chiroyli qilib qo'yishgan. Lyustralar, hop. Dekorativniy studiya, televizorli zonadek. Hop. Bu yoqda bo'lsa, bitta oshxonamiz. Oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib qo'yilgan. Bay. Duogo'ylar bilan choylashib o'tiradigan joyi. Xo'p. Birinchi qavatdagi sanuzelimizni ko'rsatib o'taman. Aytib o'tganimdek, xonadonimizda sanuzel emas, spalni. Xo'p, o'zini sanuzeli bilan. Spalnimiz ham keng kattagina, hamma xonada oynalari bor. Bu yoqda bo'lsa, общий sanuzel. Birinchi qavat uchun. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Xo'p, xonadonimizda 4 sotuvga joylashgan, va aytib o'tganimdek 6 ta xonadan iborat. Pastda mana shu 2 ta xona plus hol plus oshxona. Podvollari ham bor. Xo'p. Men bu hamma перегородка anaqalari, zinani, agrajinalari, shutkalari hammasi qo'yib beriladi. Ko'rib turganlaring juda ham chiroyli. Xo'p, chiqishimiz bilan 10 qo'lda bolalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaring. Xo'p, bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzeli bilan. Keng kattaligini ko'ryapsizlar. Pastdagi zal tepasi mana. Xo'p, bu yoqda bo'lsa yana bitta zal. Mehmon kutish sevadi o'zbeklar. Bemalol ko'pchilik bilan 100 ta odamni ham kutsangiz bo'ladi-da. To'y o'tkazib olsa bo'ladi. Bu yoqda yana bitta yotoqxona. Ko'rib turganlar tepani o'zida 1, 2, 3, 4 ta xona bor. O'zini sanuzellari bilan. Xo'p, endi balkonni ko'rsataman. Xo'p, internet, Wi-Fi'lar hammasi kelib bo'lgan. Mana balkon. Voy. Duogo'ylar bilan. Ko'fichadan ichi. Mana yoqqa leksani qilib beriladi. Qoraytirib, so'ngsiz ashtalari bilan reshotkalar tayyor, kafillari tayyor. Ko'rib turganlaringiz chiroyli akkuratni qilib qo'yilgan. Xo'p.
yo oynalari chiroyli ranglar tanlab, so'nsizlashtali UDV oynalar qo'yilgan ko'rib turganlar. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, bu xonadonimizga uy egalari tomonidan to'rt sotuv, hop, 6 ta xona plus oshxona, podval, hollari bilan shu xonadonimizga bor yo'g'i atiga 147 ming AQSh dollari so'ralyapti startiviy. Aralash obzor nomidan chiqadigan bo'lsangiz, yana ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Joninglar sog' bo'lsin. Bu videoni shunaqa shinam joydan, remontlari tayyor, shunday chamadonda kiyim-kechakni olib kelib, yashayman degan jigarlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Albatta xarid qilsanglar baraka topasizlar. Bu aytgandek havosi zo'r, ahil-mahalla, fayzli qo'shnilar. Bosinglar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin. Aralash obzordan uzoqlashmanglar.